Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun ham yana bitta obyektimiz Xudo xolasa yakuniga yetdi. Oxirida mana chiroyli qilib yaqindan video syomka qilib chiqaraman. Ko'ringlar, ishlarimizga o'zlaring bir ajoyib baho bergan, chiroyli holatda chiqdi. Yangi gullarimiz, mana pechatlarimiz tiniq holatda. Qadrli obunachilar, hozir Farg'ona shahri Zakanal degan joyga keldik. Zakanalda bu yerda hozir bu kvartiraga splash holatda mana natijli patologlarimizni tortib berdik. Mana taylarga diodlarni ham qo'yib, tepa tomondan hozir 4 sm bo'yi pastga qarab tushadi. Gipsogardonga qaraganda bu bo'yi rosa tushib ketib qolmaydi bunga. Mana ko'ringlar, ajoyib holatda chiqdi. Endi qirg'oqlariga bemalol po'kaylarni yopishtirib, yana dash aboylarini yopishtirib ketsa bo'laveradi. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Vodiy bo'ylab razmerlarni shaxsan o'zim olgani boryapman. O'lchab, yuzga nima ketadi tavsiyalarimizni beramiz. Mana hozir kanaldamiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlab bir dona like bosib qo'yinglar. Qadrli obunachilar, yana bugun ham obyektlarimiz yana bitta ekan joylari bor. Ularni ham hozir ishimiz tugagandan keyin chiroyli qilib video syomka qilib chiqaraman. Xudo xolasa ajoyib chiroyli holatda chiqyapti bu yerlar ham. Mana ko'ringlar, pechatlarimiz o'ta tiniq, o'ta ideal holatda. Qadrli obunachilar, keyin o'sha yana videomiz davomida yana aytib boramiz. Onlayn zakaz qilayotganlar, razmerni o'zi tashlab berayotganlar, o'sha hammadan 30% pulini zakalat qilib olamiz. O'sha 30% zakalat puli ishonch bo'lishligi uchun, misol siz ishingizni oddiy shu yurakdan qilib, umid bilan qilib olib boramiz bu narsani. O'shuning uchun zakalat olamiz. Ba'zi joylarda shunaqa narsalar bo'ldiki, tayyorlab olib borgan joylarimizda o'sha odamlar telefonini o'chirib olib yoki shunga o'xshash holatlar bo'lganligi uchun zakalat oladigan bo'lib qoldik. Bir-birimizni to'g'ri tushungan holatda ish qilsak yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Mana qadrli obunachilar, xullas shunaqa gaplar. Bizni kuzatib boring, videolarimizga like bosib turinglar. Yana yangi videolar qilib chiqaraman, xudo xolasa zo'r chiqadi. Xavotirga hojat yo'q, mana hidi yo'q, kачествоsi zo'r. Bemalol qo'ni qo'shni, qarindosh hammaga tavsiya qilsalaring bo'laveradi. Qadrli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting, videoga like bosib turing. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.